Tashkiliy bu joy alpinistlar lageri. Alpinistlar lageri bitta bu dengiz sathidan 6000 metrgacha bo'lgan cho'qqilar bor. 6000 metrgacha bo'lgan. Xo'p, alpinistlar bitta butun dunyodan kelgan. Hozir endi chegaralarda bo'lgani uchun hali chet davlatlar kirish mumkin emas, samarqandga kirib o'ta olmaydi. To'q orqali kelib olsa kelib oldi, Qirg'iziston kirib turib. Bo'lmasa kela olmaydi. Xo'p, bitta 1950-yillari tashkil topgan, boshida bitta vagoncha qo'yib turib boshlashgan. Boshida vagoncha qo'yib boshlashganda va mana shu binolar 1976-yil, 78-yil, 80-yillarda qurilgan. O yerda alpinistlarning 4 etajli kemping uyi bor, 4 etajli baland. O'shaning ichida misol mashinangiz ham kiradi, keyin saunalari bor, yotoqxonalari bor. Alpinistlar kelib bitta dam olib cho'qqa ketishganda endi kelib o'rnashib. Xo'p, o'sha binoning ichida xolodilniy vazifasini bajaruvchilik sonliq o'xshagan yerdan ko'lab turib nimalar qilishga, oziq-ovqat turish uchun. Alpinistlar bir-birini shunday hurmat qilar ekanki, misol ular o'zi bilan asosan tushunka, shunga o'xshagan narsalar olib yurishadi-da. O'sha oziq-ovqat bilan keladi yangi alpinist va oldingi alpinistlar tashlab ketgan oziq-ovqatni yeydi. O'zinikini tashlab ketadi, suruvga hali eskirib olmasin deb. O'zinikini o'zidan keyingi alpinistga tashlab ketadi. Balki oziq-ovqatsiz kelib qolsa ham alpinist hali doim oziq-ovqat zaxirasi bo'lgan ekan. Shuning uchun ular bir-birini hurmat qilib qilgan. Endi bu alpinistlar lageri dokumental o'zi misol uchun dunyo bo'yicha 4 ta 5 ta dokumental alpinistlar lageri bo'lsa, bittasi shu bo'ladi. Shu yerdan guvohnoma olar ekan, balon cho'qqini zabt qildi, bu chiqib keldi degan guvohnoma berishar ekan, sertifikat. O'shandan keyin hali Himalayadagi Everest cho'qqilari bor-ku, mana shu yerdan o'tsa keyin chiqalar ekan. Batdan chiqmaguncha chiqqan ruxsat berishmas ekan. Sababi toqqa chiqqandan keyin bosim bo'ladi, u hali nafas ko'taradimi yo'qmi, batda o'zini sozlab oladi-da. O'zini sozlab olib, boshqa qilib keyin u katta yuqori cho'qqilarga keyin ketar ekan. Xo'p, bu joyda nima deydi? Biz tur tashkil qilishimizdan maqsad nima o'zi desa, shu go'zal joylarni ko'rsatish. Aslida Shohimardonga kelib dam olib ketish osonligini bilinglar. Oson-da bu. Hali asli ko'pchilik endi qiyin deb o'ylaydi. Qanaqa qilib borar ekanman, qanaqa safar qilish kerak. Nima deydi? Mana shunaqa biz tur qilib, mana hozir biz 2 kecha 3 kunduzlik tur qilgan bo'lsak, shu kelib turib siz hozir o'rganib oldingiz. Lekin aslida nima qilish kerak? Aslida kelib mana misol uchun batdan biz dachadami, yo'q boshqa umuman Shohimardonda xohlagan dachangizda bir hafta 10 kun havo almashtirib ketinglar har yili. Misol mana bizda juda ko'p klientlar bor, mana kuz, bahor kerak bo'lsa bir hafta shu yerda turadi, nima bo'ladi? Shu bilan 1 yil kasal bo'lmaysizlar. 1 yil avvalambor Xudodan, hali misol uchun shifo beruvchi Alloh, lekin biz sababini qilmani dorilardan ko'ra, hali bekorchi, hali ximikat, hali dori ko'payib ketdi. Bunda havo almashtirsak, misol mana shunaqangi hali tabiiy shifo demoqchiman o'zimizga. Xo'p, hozir bitta endi ikkita lokatsiya bor bitta, qaranglar. Sharshara bor, keyin panorama bor. Men birinchi panoramani aytib beraman. Xo'p, panorama o'sha o'ni ko'prik turibdi, hozir mashinalar to'xtagan joy. Ashuna bunday to'g'riga chiqqan yo'li bor. Xo'p, ashitdan 300 metr, 400 metr tevaga chiqamiz. Tevaga taxta ko'prik keladi. Taxta ko'prik keladi. Taxta ko'prikga bunday yetib borib o'zi mana archa o'rmonda tayda bo'lib qolasizda, boshida to'g'ri soy, mana soy oqyapti, ha? Va mana bu tarafga bitta qarasangiz, mana shu tog'larni hammasini tevadan turib ko'radi. Endi bugun misol yomg'ir yo'q bo'lyapti-yu, misol uchun yomg'ir yog'ib o'tib ketgan kunlari, boshqa kunlari, mana shu bizning osmonimizni bulutlar qoplab qolsa, bulutni tevasidan tomosha qiladigan joy. Bulutni tevasidan o'zi biz yashayotgan dachamizda ham 15-20 kunda bir takrorlanib turadi. Bomdoddan keyin bitta qarasangiz, hali Yordon qishlog'ini bulut qoplab qolsa agar tomini biz bulut tevasidan dachamizda turib tomosha qilib turamiz. Hali bulut oyog'i sayda turadi-da. Umli tevadan tomosha qilib turasiz. Ashtaqa bo'ladi. Batlar shunaqa joylar. Xo'p, u joyda juda go'zal tabiat ochiladi shu panoramada. Mana shu tomosha qilsangiz, ashitlarda o'tirsangiz bo'ladi. Aka kimni tavsiya qilaman? Misol uchun yosh ulug' mana xojonalarimiz, misol uchun shular bor, bemalol ko'rpacha sog'il, yo'q toshda bo'lsa ham ashitda o'tirib, bitta